Qalovulni topsa, qishda qorni ham yondirish mumkin. Ko'rib turganingiz, bu xonadondagi baliq hovuzlar ilgari salafandan qilingan va ayni mana shu salafan hovuzlarga xonadon egasi atiga 90 ming so'mlik baliqchalarni tashlagan va bugun 4 yil davomida qilingan mehnatlar samarasi o'laroq mana shu baliq hovuzlarining daromadi 100 milliondan oshgan. Muzaffar Ahmadjonovning asli kasbi chilangarlik. Viloyatdagi yirik korxonalardan birida ishlaydi, ammo bo'sh vaqtini bekor qoldirmaslik uchun tomorqasidan ham samarali foydalanib, qo'shimcha daromad oladi. Birinchi baliq boqishda qarindoshimizdan, dadam tog'alaridan o'rganganman. Boshida 300 ta olib kelib, bitta hovuz bilan boshlaganmiz. Keyin o'sha birinchi yil yaxshi daromad bo'lgan hisobiga keyingi yil hovuzlarni ko'paytirib, qo'shib, hovuzlarni anchagina qilib oldik. Qo'shtepa tumanidagi Xumdon mahallasida yaxshi tomorqachilar ko'p. Muzaffar ham avvallari tomorqasida turli sabzavotlar ekib, daromad olishni istadi, ammo kutilgan natijani olmagach, unda dekorativ baliqlar boqishni yo'lga qo'ydi. Boshida o'sha 300 ta baliqni 300 so'mdan olgan edim. Bir mavsum boqib, o'sha 10 ming, 15 mingdan sotilgan, o'shanda yaxshi daromad bo'lgan. O'shandan keyin qiziqish yana ham oshgan. Baliq qarashga qulay, o'sha yerdan kech payti 2 mahal boqib bersangiz, keyin oshiqcha vaqt ham talab qilmaydi. Ishdan tashqari ham boqishga yaxshi qulay. Avvaliga qiziqish sabab boshlagan bu ishni yashash xonadonining bir chetida oila. Endi qiziqishni faoliyat turiga aylantirishga qaror qildi ular. 2 yil salafan paketlardan sun'iy suv havzasi yasab, shu joyda yaxshi daromad olishdi. Parvarishi qulay bo'lgan dekorativ baliqlar esa ham daromad, ham halovat bera boshladi tomorqa egalariga. Keyingi yil salafan hovuzini yana ko'paytirildi. Keyin 3-yildan boshlab mana beton hovuzlar qilib, ko'proq daromad qilish, baliqlarga yaxshi sharoit qilish maqsadida joyni kengaytirdik. Hozir 22 ta, 23 ta hovuzimiz bor. Ikrasini olamiz, o'sha ikrasidan sotishni boshlanadi. Lichinka holatlarda ham sotsa bo'ladi. Ayni vaqtda tomorqada qilingan sun'iy suv havzalarida 10 xilga yaqin dekorativ baliq turlari bor. Ikrasi suvga tashlanib, ko'rgan odamni hayratlantira oladigan holatdagi baliqlar ko'rinishiga kelgunga qadar mehr bilan parvarish qilinadi ular. Baliqni ham o'zimiz ko'paytiramiz, ikrasini olamiz. May oylarida ikra qo'yishni boshlaydi. Enalarni alohida qilib shu boqish boshlanadi. Boshida o'sha artemiya degan ovqati bo'ladi, shundan berishni boshlaymiz. Asta-sekin o'zining ovqatlari bor. Katta bo'lgan sari ovqatlarni kuchaytirib, shu kuzgi mavsumgacha boqiladi. Qishgacha boqiladi. Qishda ovqat yemaydi baliqlar. To'g'ri qon aylanishlari ham pasayib, harakat susayib ketadi. O'sha hisobiga ovqat yemaydi. O'tgan 4 yil Muzaffar uchun yaxshi tajribalar yili bo'ldi. Baliqchilikni sir asrorlarini amaliyotda o'rgandi. Bu davr davomida yo'qotishlar ham bo'ldi, ammo yaxshilikka bo'ldi bari deydi u. Baliqlar qirilib ketgan mahallalar ham bo'ldi, e'tiborsizlik bo'lib. Ovqatini ko'p berib bersizlarcha muammosi bo'ladi, oz berib bersizlar muammo bo'ladi. Shunaqa sekin-sekin me'yorini topib, mutaxassis bo'ladi. O'zi hamma sohada ham bir 5-6 yil mutaxassis bo'lish uchun sarflanadi, iloji yo'q tajriba yig'iladi. Baliqda yurishidan, yeyishidan nima holat bo'layotganini bilasiz bo'ladi. Ayni vaqtda xonadondagi 4 sotix tomorqada mavjud hovuzlarda 15 ming donadan ortiq turli shakl va ko'rinishdagi baliqchalar bor. Oilaning yillik daromadi esa 150-200 million so'm atrofida. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida ham xaridorlari bor. Xumdon mahallasida parvarish qilinayotgan baliqlarning o'sha kichkinalarini 6 mingdan ketaveradi, 40-50 minggacha sotilaveradi. Asosan zoo magazinlarga tarqatiladi. Keyin ko'proq Toshkent oladi. Toshkentda katta baliq bozorlariga chiqarib beramiz. Qishin yozin xaridori bor. Vohalardan buyurtma tushadi. Qirg'izistondan ham kelib olib ketishadi. Odam istasa imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Baliqchilikda alohida joy va sharoit kerak deb bahona qidirib emas, o'zida bor imkoniyatdan foydalanib ham yaxshigina daromad olish mumkinligini xonadonida isbotladi Muzaffar. Oldindagi rejalar esa yanada katta. Tabiatning o'ziga xos bu mo'jizalarni yanada ko'paytirib, uni bozorlarni ham kengaytirish istagida. Bu kun Maftuna Mamasdik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.